Bir normalsizlik bormi? 86-yündeki Şaoyun Götencan savaqdishi bilan telefonlashganda mashinalaşgan zamraklarning odam sonini aytdi. Ha, yana bormi? Kiyim-kechak ikkinchi zavodining boshlig'i Liang Kechen aloqalash tuvandan bir mexanikaga 86-yilning kiyim-kechak sonini oshkorlab qo'ydi. Ha. Xotirlab oldingizmi? Xotirlab oldim. Chembing deganning telefoniga qattiq diqqat qilinglar. Xo'p. Xo'p. Keldingizmi? Ha. Qarang, herib ketganingizni. Tamoq yeb oling. Nim bo'ldim kentdan. Bugun nayda erib ketdi. Heylar axey. Undaq bo'lsa, uchingizni tutib qo'yay, ya. Qo'lingizni tirab turing. Qo'lingiz bir qattiq astroq tuting. Astroq tutmamsiz. Ma'qul, ma'qul. Astroq tutmamsiz. Astaroq tutay. Endi bo'ldimi? Voy, g'idig'im kelib ketdi. Ajab jiddilingiz chiqgan. Hay. Shuncha cho'ng shaharni ozod qilish uchun qanchalik o'q ketdi? Süper. Men bunda qo'ylayapman. Jang boshlanishdan burun siz ketib turing. Sinaratning ko'zi yo'q. Bizning uydan sharqida bir harbiy o'q-to'ri iskalasi bor. Siz-chi, sizmi ketamsiz? Men ketsam bo'lmaydi. Oxirigacha turishim kerak. Ammo men ketmayman. Manbak talaylik. O'q mendan agib o'tib ketadi. Siz bilan birga tursam o'q sizdan agib o'tib ketadi. O'q hech kimdan agib o'tib ketmaydi. Bexatarligingizni o'ylamasam bo'lmaydi. Ammo o'zingizning bexatarligichi. Men bir odam bo'lganda ekan jiddiy ahvolga yo'liqib qolsam qutulmagan oson. Ikki odam qolaysiz bo'lmamdi. Qolaysiz bo'lmaydi. Bo'ldi, gap qilma. Ketmayman. Agar Tianjin qo'ldan ketsa, davlat armiyasi yana qaytib keladimi? Cho'qim kelalaydi. Bu degan e'tiqod intayin muhim. Sen qab qilib suqunish vazifasini o'tashni xohlamsan. Men jazman ko'pchilik bilan birga mushahada qilib qayta ozod bo'lishni kutaman. Xohlayman. Chembin degan odamni bilamsiz? Bilaman. Qo'mondonlik shtab jang qilish bo'limining sanmosi. Amerikada o'qigan. Yuqorida yulanchigi bor. Lojang amerikaliklardan yordam so'rash bilan avora. Tianjinga kelmasligi mumkin. Xinjiangga Chembinni Nanjingga strategiya dokladiga avatish ehtimoli yaqin. Eng yaxshisi u aeroplanga chiqish oldida qo'lidagi hujjatlarni qo'lga tushirishimiz kerak. Nechun bo'lsa ish oson. Men Chembinning ahvolini chapsan egallay. Natija ko'rilsa, men bevosita telefon bersangiz bo'ladi. Butun shaharga nihoyatda cho'ng bir to'r yeyildi. Sizlar har biringlar men bilan taxliniy aloqa qilasizlar. Uchrashmaysizlar. Mutlaq bexatar. Atrat boshlig'i. Mening ko'ngil bo'ldig'inim ish haqi masalasi. Atrat boshlig'i. Men kasbiy shpion. Rastini aytsam, pulni ko'rib ish qilaman. Siz Pul haqiqatan muhim. Texmi muhimi ruhiy iroda. Kelgusida Changjiangni chegara qilib bo'lib boshqarsa, janub taraf yanada janub bo'ladi. Tianjin qo'ldan ketadimi? Cho'qim ketadi. Miyacha, men yana bizning loyining endi turaymikin deyman. Sizcha men bilan birga Guangzhouga berib tijorat qilsangiz, kim biladi, keyin sizlarning loyi sizga tayinib jan baqanda texi. Hukumatning ahvoli mushu tursa, umid kutib bo'lmaydi. Men hukumatdan umid kutmayman. Bizning loyidan umid kutaman. Hozir hammasi mag'lub bo'lishning tayyorligini qilyapti. Liyaning o'g'irliqcha nemish qilayotganligini bilamsiz. Nemish qilyapti? O'cho qarang.
Şundaqmı? Jang qilish bölümünün oddiy bir sanmosi mushundaq oliy darajada muhofazat qilinadi ekan. Ha. Amsi biz saqlamay yevadik. Siz kagcha chet elning isli aroqlari ichilib tugaydi-ku deyman. Başlıqның xanımı Liya uğurluqçı bir işlarni qilib yurdi deydi. Nemişke? Әмді дәйдәп тұрышыға Liya bilan başlıq chiqib, bir nimalarni pichirlashqil turdi. U xonim mag'lub bo'lishga tayyorlik qilyotidi deydi. Yani nim dedi. Vay kim? Men qonunni ijro qilish atrirdagi Lyosanmen 86-yilning isklatning o'g'irlanish ishini siz bilan tafsiliy so'zlashay degan edim. Bo'ladi, qachonliqqa? Ahvol nihoyatda aniq bo'ldi. Xinjiangda shahar mudofaa o'rlashtirishni doklad qilish uchun Nanjingga avatilgan odami uchgan. Hammasi jang qilish boshqarmasining. Ularning mas'uli Chambingan. O aeroplanga chiqishdan ilgari uning materialini suratga ilib olishga ishonchingiz bormi? Material yo'q ekan. Material bo'lmasa qanday doklad qiladi ekan? U odatdagi odam emas. Strategik tarbiyalash saviyasi intayin yuqori, zehni ochiq, asli qoldirish iqtidori odatdan tashqari kuchli. Xinjiangda shahar mudofaa o'rlashtirish planining sirtqi pash bo'lib qolmasligi uchun uni yolg'iz Nanjingga avatmoqchi. U bir parcha xarita, bir tal material olmay, faqat o'zining asli qoldirishiga tayinib Laojingga yotlab bermoqchi ekan. Ko'p qitim sinab qilib yiqibdi. Nihoyatda muvaffaqiyatli bo'libdi. Eshitimi anmagan bo'lsa, amsi ash odamning o'zini tutqun qilaylik. Baribir hammanimi uning kallasida bo'lgan ekan. Hozir uningga bo'lgan muhabbat intayin ching. Uyga qaytishga, sirtdagilar bilan uchrashishga, hatto qo'mondonlik shtabidan bir qadam sirtga chiqishga bo'lmaydi. Faqat u Nanjingdan qaytib kelib, hammadan xotirjam bo'lganda, ondan tutqun qilsak bo'ladi. Agar uning Nanjingda ish chiqib kelib, kelanmay qolsa qanday qilamiz? Ahvollarni atrofliq o'ylashimiz kerak. Shtab ichida qo'l silish intayin qiyin. Faqat aerodromga boradigan yo'lda fursat tepishimiz kerak. Qo'lingizda yana odam bormi? Ba, chiqadi. Yo'q, bo'lmag'idek. Onun bilan aerodromga boradigan odam bek ko'p. Yolg'iz ma'muriy mahkamasining ekskursiya umidida 10 necha odam bor. Muhofazat yangining muhofazatchilarim oz emas. Bu gap jonim bir kunlik vaqt bo'lgan. Bir kun. Men o'yinni o'ylashga ozroq vaqt bering. Faqat bo'lmasa uni qo'yib etib, qolgan ishni Nanjingdagi yo'ldoshlarga topshiraylik. Bo'lmaydi. Bu faqat bo'lmaganda ishiltilgan chora. Bu degan yuqori bizga topshirgan vazifa tursa, men vaqt bering, yana o'yinni boqay. Oqshomdan biz yana mushada uchrashaylik. Yana 86-junning isklatining o'g'irlanish ishi ustida so'zlashimiz. Muam boshliq. Yavaringlar. Bu bugünkisimi? Shundaq. Men deganning telefoni ajab ko'pkina. O hozir ayirib turg'izilayotgandan keyin hamish telefon bilan bo'ldi. Ayirib turg'izilyaptimda. Yana shuni. Siz kim bo'lasiz? Men, doktor. Jang qilish boshqarmasidagi Chambin. Chensanmi? Ha, ishingiz bormidi? O'g'illikka sirtqa chiqmoqchi edim. Siz menga yana ozroq to'g'ri his bergan bo'lsangiz, endi olaymikin degandim. To'g'ri. Sirtqa kesirga bekrak diqqat qilish kerak. Yana shu o'tganki dorilar bo'ladi. Bo'ladi. U dori yomon emas ekan. Siz bu qitim nega bormoqchi? Janubga. Undaq bo'lsa, texmi diqqat qiling. Janub tarafda yomg'ir ko'p yog'adi. Yana kelib gulchechaklarning chong'larimi ziqqini oson qo'zg'aydigan omillar. Diqqat qiling-da. Diqqat qilaman. Tushdan keyin odam avat akaldirib olay. Men tayyorlab qo'yay. Ma'qul. Rahmat sizga. Arzmaydi. Go doktor, mundaq ish edi. Choy iching. Mening bir tuqqunimning ziqqi kesili bor edi. Yaqinda u yana boshqa kasallikka giribtor bo'lib qopti ekan.
Doktorxonadan uningga bir muncha dorini yezib beribdi. Men u dorini qalayimqa yesa ziqqiga ziyon qilarmikan deb ansirab qoldim. Bilishimcha ba'zi dorilarni ziqqiga ishlatish cheklangan ekan-ku. Reseptni akilən ko'rib baqay. Akamabdimi? Ziqqa kanaychi ziqqisi, ziyoda sezgurlik ziqqisi deb ikki turlik bo'ladi. Tuqquningizning qaysi turdagi ziqqa ekan? Toz bilmaydi ekanman. Ishlatishga bo'lmaydigan dorilarni deysiz-ku. Aspirin, punaylor, yana boshqalarmi bor? Mundaq bo'lsin. Men sizga o dorilarni yezib beray. Qaytib berib, selishtirsangiz bilib olasiz. Ma'qul. Keldingizmi? Bu chatalarga baq qimmatkan. Usultek zoyi ketadigan bo'ldi. Amal yo'q. U musharaqni ichdi ekan. To'g'ri, qani. Doğru be köp silinip ketdimi nima? U o'lib qolmasa yana. Asta. Balduroq demamsiz. Rost ko'p bo'lib ketganda qiladi. Suarlashtiramdiq. Bo'lmaydi. Doim ichayotgan odam biri ichibli bo'lib oladi. Buni qilaylik bo'lmasa, yana bir butilka aklaylik. Bo'ldilar. Bo'p qoldi-ku deyman. Doğru az bo'p qolsa ta'sir bo'lmaydi. Yana bir butilka aklang. Yana akilamdim. Bu aroqning qanchalik qimmatligini bilamsiz. Nimaga kulsiz? Sizdan qimmat ko'rib elishga unmaydiganligingizni biladi. Siz issingiz olaman. Chaqchaq qilib deb qo'ydim. Meni shuncha döt futbolni boshqaramaydi deb qoldingizmi? Siz nimandaq aski? Shundoq muhim ishdimi meni ko'ldiriltib? Chamberdan ziqqa kesilib ekan. U teqi bu araqa amroq ekan. Jazmanmi? Jazman. Men uning telefonini tanishidim. Bu araqni uningga olib berishdan amalini qila olamsiz. Araqni? Nima uchun? Vaqt baqqis uni tutqun qilishga ulgurmaydi ekanmiz. Uni bog'izmaylik. Bu araqda Ondaqda Çinjanji yana boshqa odam avatadi. U yoqdagi do'konlarga daxl yetkazishga bo'lmaydi. Men kutadigan natijam tal mushu. Chelmil ma'muslar bizga qo'l silish fursati chiqadi. Tushundim. Ulgurimiz. Tex kechki tomoq vaqti bo'lmadi. Amiz tez tutish qiling. Bu soltak doktorxonada nechga yotqaydi ilohim. Ma'qul. Xo'jalik boshlig'i, buni shtab boshlig'i Chansanmu g'ayvatdi. Bu ketellik ekan-ku. Xudo. Men ketdim amsa. Xo'sh. Ha, ma'qul. Lojinning uyiga berib puxrach kiyimga berib darhol keting. Lojin g'arbiy qo'qtisini saqlab turdi. Hop. Oy. Bugun maishat bakanda. Qizlar rahim bakan texe. Shtabdan Chansan mo'g'i deb ataydan avtibdi. Ha, men manda amsa. Hozir sirtqa chiqaman, kamasligi mumkin. Nag borsiz? Heliq Chamberning telefonini tanishig'ili. Men uning o'lib ketishidan ansirab qoldim. Har bir odamning to'g'ri bo'lgan inkosi o'xshash bo'lmaydi. Kech soat 9da bir ko'rsatmani ko'chiraylik. Bizning chekinishimiz haqida uqtirish bo'lishi mumkin. Chekinamdikanmiz? Balkim. Tinchlik bilan ozod bo'lish umidi yo'q chiqdi. Qo'shinning shahriga hujum qilish cho'qim. Unutib qolma. Kech soat 9da. Haras. Chekinadigan bo'lsak, kataktik cho'kaltini qanday qilaman? O degan eng bexatar joy. Ansirma. Ozodlikdan keyin kelib ilib olsangizmi bo'ladi? Unda qilsak yutib ketmamdi. Unda bo'lsa uningga qarab beqing.
Qiyirmekiyan. Ayollarning hammasi uvsini qo'g'daydi. Men degan qiyirmekiyan. Sizni boshqa mekiyalar bilan qechib ketib qo'ymayman. Men kim bilan qochatdim? Siz bilan qochaman shu. Nim bo'ldi? Garnizon shtabi patparaq bo'lib ketdi. Telefon uzilmayotdi. Sen ular bölümündekiler derhal yıkılsın. Demiş oldu. Çensen o çatak öyle kuttu. Nencini bir işe yanımıza tayarlayıp gelmez. Neye yıkılmaz? Can kılıç bölümüge. Çakkan bulunlar. Çin kumandanımın vardı iken. Go doktor. Çensen bunu apadı mı? Ha, ciddi kutkuzuvatımız. Xatarlik mi? Ahvalı acı yakşı emez. Nefes boğulup kılış alameti var. Hazır cezimleştirgili bulmaydı. Çokum bütün küçüğünlerden kutkuzunlar. Ştabın adımı hazırlı itip vardı. Ula kesin impo etsi. Oldu la. Ben kutkuzluk ettim. Kechdi kelmayman degandingiz-ku. Bu yerdan xotirjam bo'lamadim. Ko'rsatmani topshirib oldingizmi? Yo'q, ta 11:30gacha saqladim. Yo'q bo'lsa, bizni davomli turinglar degini. Hay, iliq chatalari g'ishchidigan odam qandoq bo'ldi? Doktorxonada o'lik tirikligini uqqili bo'lmaydi. Hamma ish ati ayon bo'ladi. Oy, oyla. Vay. Sizga telefon bersam xonamingiz kechichi kelmadi deydi-ku. Boshliq, harbiy liniya kechasini aytib qizib ketyotdi. Tong atganda uxladim. Tuvandikilar qarab qo'ysa bo'ldi. Bundaq ishlarni o'zingiz bevas ishlab kelsangiz qanday bo'ladi? Jang bo'ladi davassaq. Armiya ishchida chonchundagidek ish chiqib kelishidan ansirabchu. Boshliq, qanday topshirig'ingiz bor? Ha. Jang qilish boshqarmasining bir ofitserni haq zaharlab qo'yibdi. Bizdan odam berib tekshirsin deydi. Uning o'lik tirikligini dedimi? Yo'q. Siz berib qarab beqing. Diqqat qiling. Armiyaning ishki munosabatiga chetiladigan ish bo'lsa, cho'qim ehtiyot qiling. Ma'qul, men hozirla boray. U o'libdimi? Uqmadim. Meni hozirla bering deydi. Söhbət, gerçi çekiniş buyruğun topshirgan bo'lsaqmi, siz tayyorlik qilib qo'ying. Ikkimiz birga chekinmasligimiz mumkin. Vaqti kelganda siz oldida menib tursiz. Yo'q. Men yolg'iz mangmayman. Men cho'qim birga menish uchun tirishaman. Biroq tasodibiylikdan saqlanish kerak. Qanday tasodibiylik bo'lish bilan chatig'im yo'q. Eng muhim ish siz bilan birga bo'lish. Eng muhim ish hayot qilish. Hayot qolganda ondan birga bo'g'il bo'ladi. Ha? Qo'rqaman. Nimadan qo'rqsiz? Men ketsam, siz uchib ketsangiz, qaytib ko'ramay qilishimdan qo'rqaman. Men uchib jahonning uchiga ketsam, yana qaytib kelaman. Siz bu yerda emasmi? Har qancha qasam qilsangiz ishonmayman. O'lgiranmayman. U birnim tirikmi yoki o'likmi berib qarab boqay. Qaytib kelganda maslahatlashaylik. Meni ketkizyapman. Ölmekdek. G'aribchi tomoq ekan. Doklat qilsam bo'lamdi. Chensamoning ziq kesili bor ekan. Biz u ichgan uzum arg'ani ichida ko'p miqdorda aspirin va boshqa dorilarni bayqadik. Bu ziq kesiliga ishiltish cheklangan dorilar ekan. Chensamoning kesilining ushtum tut qo'zg'alishini mush dorilarning bevosita ta'siridan bo'lgan deb jazmlashtirishga bo'ladi ekan. Uning ta'li toza o'ngdan kelayotganda nima uchun o'lib olmoqchi bo'lganda? Naq maydonni tekshirib chiqdik. Natija bunday bo'ldi. Botilgining og'zidan ayt kichik bir to'shik bor ekan. Shuning asosan haraqqa birsi oldin dorisi olgan deb jazmlashtirishga bo'ladi.
Araqda nereden ekeptiken? Haraqni mənə kelib bəgən. Aşpəzlər başlığı qomandanlıq ştabdan Çensanmoğa əvətib tutub bəgən idi. Aşpazlar başlığın çağır. Hop. Mən aşpazlar başlığı, haraqni xizmətkarı mən bəgən. Sana kim bəgən? Muhafizat yığındakı Fensundong. Ştabni qorum köpəydidigan yoki kecha tamoq yeriga ishi bo'lsa, shu bizga xabar qiladi. Fensundong izdiraksiz yo'qolib ketibdi. Tekshirish boshqarmamiz shahar boshini aqtiryotdi. Kechikdiq. Uning yurti qayerkan, yurtiga odam o'tib tutib kelaylik. Uningga kechikdiq. Shinyangda ekan. U yoq qo'ldan ketdi. Fensundong muhofizat yığındaki kichik bir odam. Uning orqasida cho'qim odam bor. Chensanmo Amerikada o'qib kelgan. Yuqorida yo'lanchiga bo'lgani bilan bu yerda yanala osonliq. Nurg'un yosh ofitserlar bo'lib, davlatimizda o'qiganlar bilan ularning orasida cho'nqur ziddiyat bor. Nanjingga berib, Feyyuanjanga dokulat qilish. Qo'riqliq armiya bosh qo'mondoniga dokulat qilish obro'li ish. Shun ba'zilar ko'rmay shunda qildimikin deyman. Muhofizat yengidagi u odam faqat bir yugur yetimchi. Bir necha odamning ismini deb beramsiz. Sizga eng ko'z qizartiradigan odamni. Desam bo'lmaydi. Paket yo'q. Menga nishon kerak. Sizning deganingiz bilan berib uni tutmayman. Desam bo'lmaydi. Deb qo'ysam, u texmi razil vositalar bilan menga ziyonkashlik qiladi. Siz demisingizlar ular sizga ziyonkashlik qilmay qoladimi? Bu nima deganingiz? Bexabar o'xshaysiz. Siz hozir harbiy buyruqqa xiloflik qilib aroq ichib ishga daxl yetkazgan degan sabab bilan nazarband qilindingiz. Bosh qo'mondonning Nanjangdagi cho'ng muhokama yig'ini sizdan aşı bir botilka harg'ingiz tufayli yarim kundan ortiq kechikdi. Bu jinoyatingiz uchun turmada yetishingiz, hatto kallangizdan judo bo'lishingiz mumkin. Dana. Sizdan eng gumon qiladiganingiz kim yoki kimlar? Bir 151 Luyning Luyjangi Lo Junhua. Jang qilish boshqarmasining muavin boshlig'i Chin Yongjian. 86-jun shtabidagi Li Tianchi. Yana bir nechasi bor. Ular boshlamchilari. Hammasi Bowdun guruhining. Nazarband jarayonida maxfiy ishlar idorasidan odam avatib sizni qo'g'dayman. Esingizda bo'lsin. Harbiylar bilan bodi keldi qilma. Ayolim bilan aloqa qilishib qo'ysangiz bo'pti-ki. Nima deyman? Meni nihoyat yaxshi chatoq yo'q deb qo'ying. U ansirab ketmasin. Men aerodromga berib qarab baqdim. Yangidan Nanjingga avatilgan odam jami 2 ekan. Nurg'un askar muhofizat qildi ekan. Qaytib kelganda bu shunday bo'lishi mumkin. Qo'l silish bektas. Nanjingga boradigan odamdan umid kutmaylik. Chembinni nishon qilaylik. Yana bir ish. Men aerodromda Liyani ko'rdim. U Nanjingga bordi ekan. Uning Nanjingga bordig'ini men ajab bilmabdim-la. O'z yolg'izgan, nihoyat sirliq. Mashinadan chiqmay o'ltirib, aeroplan uchish oldida chiqib ketdi. Xata to'nib qolmagansiz. Yo'q. Men aniq ko'rilib ondan yandim. U Nanjingga ketibdi. Armiyadagi yosh ofitserlar ichida nihoyat kuchli bir to'p bor ekan. Xufiyani aloqasi beksizishgan. Champion qatorliq chet eldan qaytib kelgan nechalar bilan ularning orasida sirkilish bor ekan. Uningmi xeyli uzun bo'pti. Bo'ldi. Aplab-saplab o'tkazib o'taylik. Harbiylarning ichidagi ishlar azaldan bak chigish. Ularning ichidagi datalashlar bilan qo'y mening korim yo'q. Biroq ularning orasidagi ba'zi odamlarning g'arizini bilib bo'lmaydi. Qanday deysiz? Ularning til biriktirib boshqacha ishlarni qilib qo'yishidan ansirayman. Jang boshlanish oldida turdi. Ular hammasi birinchi safdagi amaliy kuchga ega odamlar. Jang darajalik ofitserdan birini vakil qilib chiqarsa, vakil qilib emas, majburlab chiqarsa deyli. Uni oqiyat qanday qiladi? Jinandan Wu Wonghua, Chongchundan Zeng Zhesheng, Tenerjongdan Jiang Keisha chiqdi. Boshliq. Bizdan bu yerdami bunday ish chiqadigan bo'lsa, Tianjin punkti javobgarlikdan qutulolmaydi. Sizdan qanday qo'yingiz bor? Chemminni doktorxonada qo'yishga bo'lmaydi.
Onu biz ötküzüp ölüp, o yaş ofisirlarning tegi-takdan aniqlab, har qanday ishning oldini olaylik. Bundaq bir ofisirni o'tkizib olsak, muvaffaq bo'lmasmikin? Sabab muvaffaq bo'lsa bo'ladi. U xavf ostida. Buningga menda paket bor. Qanday paket? Birisi uning aroq botilkasining ichiga dori sep qo'yibdi. Bu tex bir necha odamga chetishliq. Bir odamni o'tkizib olish uchun ikkinchi mahkamadan yo'l yo'q so'rash kerak. Buni ashular maslashtirib berdi. Ikkinchi mahkamaga siz gap qilsangiz bo'ladi. Men qanday gap qilaman? Nima deyman? Liyatrat boshlig'ini ketganda men uning odamini ishiltatdim. O Nanjingga ketdi. Azroq ishi bor. Men avatgan. Atli qaytib keladi. Vay. Men yüz ocham. Hozirda Chambirning uyining telefonini tinglashni o'rinlashtiring. Adresini axborot bo'limida so'rang. Ish bitgandan keyin darhol menga doklad qiling. Eringiz Yanil doktorxonada. Salomatligida chataq yo'q. Uning bexatarligi uchun hozircha maxfiy ishlar idorasi uni o'tkazib oldi. Onunğa xavf yetib qalarmi? Undaq emas. Maxfiy ishlar idorasining odamidan boshqalar uningga yaqin kelmaydi. Men bilaman. Bizning Chembin ba'zilarning tishiga tegib qo'ygan. Ammo chin komandir onunğa bak ishonatdi. Ishonmagan bo'lsa bo'pti. Uning xushalligiga ba'zi kishilarning manfaatiga zid kelgan gap. Bu sizga aniq bo'lsa kerak. Endi u qanday qiladi? Anlasam sizlarning yo'lanchiginglar borkan. Agar rost bo'lsa darhol izlab uni yetga o'tinglar. Yana kelib bu yerdami jang boshlanay deb qoldi. Chembin Tianjinning shahar mudofaasi intayin chin, Kompartiya armiyasi bo'sib kirolmaydi degan edi. Hozir 46-yil emas. Kompartiya armiyasi ishg'ol qilolmaydigan shahar nada bor? Men yana amal qilib boqay. Qanday amal qilasiz? Azroq aroq tamaka tatliq-patliqlarni so'q qilsam bo'ladi deb o'ylab qolmang. Mening akam Beiping tozalash qo'mondonlik shtabida. Uning Fujangjun bilan ko'ngli bek yaqin. Sadichin Yaponga qarshi urushi mezgilida Fujangjunga go'g'an bo'lgan. Shu kishi o'tirg'i tushsa gapi o'tami? Albatta. Bu yerda Fuzoye Jangjunning gapi Jangjeshininkida bakrak o'tadi. Undaq bo'lsa yaxshi. Haris, men uning bilan ko'rishib olsam bo'lamdi. Bo'lmaydi. Kiyim-kechak narsa keraklarini tayyorlab kirgizib bersangiz bo'ldi. Biroq mening bak ko'rishkim bor edi. Agar Fujangjun sizlar uchun gap qilib qo'yadigan bo'lsa, sizlarning nihoyat tezlik ko'risha oladiganligingizga ishonaman. Nihoyat tezlar. Tamoq yedingizmi? Yedim. Sarangda kechiysiz-ku. Sarang. Buning ichida nima bor bilamsiz? Nima? O'zingiz ko'ring. Yana qarab yiqinga nima bor ekan? Qarang. Bugun men bir palchik tatgan edim. Katta xayrli ish bor deb chiqdi. Siz zot nima qilmoqchi? Men sizni olmoqchi. Qanday qilsiz? Oldida so'ramay turing. Siz menga tegishni xohlamsiz? Qo'riq gap. Siz bilan bir uyda shuncha uzoq turgan tursam, endi meni kim oladi? Allaqachon men sizning bo'lib qolgan. Men shu. Boshqa odamni olaman desam ololmayman. Birinchidan osmon zamonga ta'zim. Birinchidan osmon zamonga ta'zim. Ikkinchidan ajdodlarga ta'zim. Ikkinchidan ajdodlarga ta'zim. Uchinchidan ota-onamizga ta'zim. Uchinchidan ota-onamizga ta'zim. O'rningizdan turing.
biz bir tazimni kam qilib qo'ydikmi qandaq? Yana er-xotinlar o'zaro tazim qiladi-ku. Siz nimani bilasiz? Yukinib o'ltirib qandaq tazim qiladi? Gapimga quloq soling. Er-xotinlar bir-biriga tazim. Baya tazim to'tib ketdi. Boshqalardan birisi ortiq bo'lib ketdi-ku deyman. Nima qarimiz? Ko'p bo'lib ketsa hech qisi yo'q, az bo'lib qolmasla bo'ldi. Bo'lang, ha? Yana nemish bor? Vafasiz sizchan, bugun to'yimni kechada sham yo'rig'ida o'tkazishga majbur bo'ldim. Muhtaram ajdodlarimga 3 sajda 9 tazim baja keltiramadim. Yurtdoshlarni esil sharaf qo'rimlar bilan mehmon qilamadim. Xotinimni tavardurdan o'tqashlar bilan yasanduramadim. Bularning hammasi ilojsizlikdan bo'ldi. Urush rahimsiz bo'lsa-mu, mehr muhabbat g'olib keldi. Baxtimga xotinim So'ypeng oddiy ko'may men bilan turmush qurishga rozi bo'ldi. Buningdan men cheksiz minnatdor. Biz oilamizdan fazilatiga varislik qilib, ajdodlarimizni hurmatlab, jamoatimizga shon-sharaf keltiramiz. Avlod qoldirib, naslimizni ulashtirib, davlat ishlariga sadoqatman bo'lib, obro'yimizga dog' tushirmaymiz. Hammasi yeng gaplar ekan. Men deb bo'ldim, endi sizdan. Astoydil bo'ling. Dada, appa, men erga tegdim. Kelar yili sizlar navrlik bo'lasizlar. Deb bo'ldim. Kelar yili tug'may beqina qini, adamimizda qandoq bermaykan. Murasim oyoqlashdi. Siz mening xotinim bo'ldingiz. Teq tugmidi. Yana nemish bor? Nima qilasiz? Nima bo'ldi? Hujraga kiramiz. Nadi sizdagi yangi kelin bor. Oldirab ketganingizga qarang. Qo'rq gap. Kelar yil tug'ib berdigan tursam tutish qilmasak bo'lamdi. Siz yerda yer baxmaganmi? Hujraga kiramiz. Doklat qilmayli yotdik. Siz xatolik hisoblanami? Hisoblanmas. Biz murosim o'tkazdik-ku. Lekin boshqalar qatnashmadi. Ular ishinami? Ozod bo'lganda qayta murosim o'tkazib, boshliqlarning hammasini chaqiramiz. Menga bir qur kiyim ep bering. Qizlaringlikdan. Bir qur qanday xetida? 3 qur bo'lsin. Qizil tovarda. Ajab kam qolgansiz. Hay, baliga bir ism qo'yib bering. Boyila. Bo'yingizni qilami? Jazman qiladi. Hozir o'ylab qo'ymsak, vaqti kelganda ulgurmay qolmayli yana. Ulgurmas. Voy buzrukvorim. Men va'da qilaman, atigan tug'ib bo'lolmaysiz. Yaxshi. Saqaygan bo'lsa yaxshi bo'pti. Chensanmo bilan uning doktorini maxfiy ishlar idorasiga olib kelinglar. Kirang. Bexatarlikka diqqat qilinglar. Boshliq, xizmatni o'tkazib bo'ldim. Chembinning ayoldan bir muhim gap oldingizmi? Oqshom u Aksga telefon berib, Chensamoning ishini aytdi. Aks Fuzuyi Jangjinning arg'i tushishini o'tinib, Chensamoni Bipingga qaytarib ketishini yo'lini qildiganligini aytdi. Bugun ertagan Aks telefon berib, Fuzuyi Jangjinning Nanjin tarafdagilarga aytganini, Mao idora boshlig'ining biz bilan maslahatlashishga ma'qul bo'lganini aytdi. Bildim. Chiqib keting. Xo'p. Iloj bor, ig'ir qurol saplanmasin. Yana qurollardimi kaltak qurollar asos qilinsin. Kirang. Boshliq, xayrli sar. Atrat boshlig'iga qaytib keldingizmi? Mo'min boshliq, necha kundan beri javob chaqirasiz. Keling, o'tiring. O'tiring. Chensanmo doktorxonadan chiqdi. Men uni yondirib keldim. Yuqoridan yo'l yuriq keldi. Biz bu odamni Beypingga olib berdik emas. Tozalash shtabiga mushunda ixtisosli odam kerak ekan. Sal kechiksa bo'ladimi? Men yana necha kun savol so'rab, armiya ichidagi tarafbozlikni oydinlashtirib olgandan keyin ondan olib bersak. Qo'l ko'ydirdigan tugunakni tashlab o'tgan tuzuk.
Mao idora boshlig'i o'zi telefon berib, bizni ortiqcha ishga chatga yeryapsizlar deb aybladi. Bo'ptimisa. Biroq qanday yo'lga solamiz? Kompartiya armiyasi shaharni qurshab bo'ldi. Ha, atraf boshlig'ining biri yaxshi amali bormidi? Yana siz bir amal qiling. Atraf boshlig'i, vaqtni ching tutib qo'lingizdagi ishni yaxshi bajaring. O cho'ng ish. Tushundim. Bo'pti. Bo'lmasa uni boshqacha yasandırib shahardan chiqaraylik. Bizning ishga odim emas, uni qo'g'dab maqsa. Ma'qul. Emis ben bejiray. Liya cho'qim bir alohida vazifa ijro qilayotgan bo'lishi, uning Nanjingga berishimi mushu vazifa uchun bo'lishi mumkin. Nima vazifadir? Punkit boshlig'i Yuzachingdek o'zi shuncha ishnadigan odamidanmi buni yoshiryapti. Uning bilan Suypinga munosabatlik ishmidi? Chanbinning ishini bajarib bo'lib, u cho'qim Liyaning sirini aniqlash kerak. Tushdan keyin soat 4da g'arbi qo'qda yo'lga chiqdi. 4 bir ayol, 5 odam, bir harva. Eğer keselden keyin onun kalasidan bir çataq chiqmaganda, ha? Shaharni mudofaa o'rlashtirishni unutib qolgan bo'lsa, shuncha avar bo'lib, qismga yaramas birimni olib bermayli yana. Men so'rab baqdim, tamoman masala yo'q ekan. Ma'qul. Tushdan keyin soat 4da g'arbi qo'voq, 4 bir ayol, bir harva. Tez bo'linglar. Aslida ko'proq ahvol egil olay degan edi. Yuqoridan gap qilgan ekan, men sizlarni ko'p turg'izib ololmadim. Bu bizning azroq ko'nglimiz. Sizga ko'p rahmat muavin boshliq. Lavchaning g'amini ko'p yedingiz. Tuzdiqman xonim. Chinsammo ixtisosli odam. Men shu orqada qarqol bo'lib kelishidan ansirdim. Rahmat degan gaplarni men qilib yurmay. Jahon texi uzun. Keyin ko'risharmiz. Ishonaman. Keyin cho'qim ko'rishimiz. Yo'l bo'lsin. Ro'xtliq bo'linglar. Yo'l bo'yi bexatarlik sizlarga qoldi. Hop. Çö. Çö. Bu mashina bizni og'il kelganmidi? Chetga to'xtating. Siz Chanbin, Chansanmu? Men shu. Siz Shinvo'ning Junjangning singlisimi? Shundoq. Yetib keldinglar. Men bilan yuringlar. Sizlar qaytib ketinglar. Tenjindagi birodarlarga salom aytinglar. Marhamat. Mushundaq vaqtda sizlar yana harbiy form bilan harbiy mashina haydab chiqibsizlar-ku. Nima bo'ldi? Bu ya kompartiya armiyasining birinchi kolonna shtabiga pek yaqin. Ular bavdida. Bilmamsizlar? Shundaqmi? Sizlar nechinchi junno? Bizning nomimiz Amdil o'zgardi. Hozir Jungo xalq ozodlik armiyasining 38-juni. Siz degan birinchi kolonna shu. Men qo'mondon Li Tayu, siyosiy komissar Liang Biyig vakolatan ikkinlani og'il keldim. Vay. Zilchang, birlashma vazifa boshqarmasining Qoral yaraq mahkamasi bizning punktga 70 tal tapancha, 3000 tal o'q saplab beribdi ekan. Men boramayman. Mening o'rnimda imzo qo'yib topshirib eling. Tushundim. Og'rib qoldingizmi? Ha, sal mijozim yo'q. Emis xotirjam aram eling. U tapanchalarni qana qilamiz? Tapancha bilan o'qni Liyaga topshirib bering. Ularni shu ishiltadi. Ha. Yana Boqay piloti 4 dona telegram apparati akapti. Tianjin punkti talab qilgandaydi. Shunday ish bormi? Ha, bor. Mal kaptimi? Kapti. Bizni elib olinglar deydi. Ha, ajab tezg'o. Liya berib elib olsin. Unimi shu ishiltadi. Ajab bu ishlarni men bilmaydi ekanman-ku. Ha, xotiningizga obdan kuyinib, buyruq tushsa,
chekinishni kuting. Bu hozir siz eng o'ynashga tegishli masala. Ba'zi ishlarni bilmay qolganingiz yaxshi. Ma'qul, gapingizni anglayman.